Va nihoyat. Esinaman ham joylashib oldik-a. Oshxonadagi javonlarni qaytib ko'zdan kechirish kerak. Eshiklari yaxshi yopilmayapti. Hali yangida. Bitta ikkita ishlatsak, o'z joyiga tushib ketadi. Hamma ishlarni tugatsak, qishloqdan onamlarni, singillarimni chaqiramiz. Yangi uyda bir mehmon bo'lib ketishadi. Mana bu yerda shuncha ish turganida, ularni yordamga chaqirmasdan, tayyor ko'chib kelganimizdan keyin mehmonga chaqirasizmi? Ha, nima qilibdi? Ha, uyda senga qancha yordam berishdi ular? Ha, mayli. Birinchi siz kela mehmon bo'lib ketishsin. Keyin men uyimdagilarni chaqiramiz. Xo'p, ko'ramiz. Biram charchadimki, hech narsa yoqmayapti. Hali kiyimlarni javonga taxlashim kerak. Ovqat qilishim kerak. Sen kiyimlarni taxlab o'rgin, men ovqatni ko'chadan olib kelaman. Rostdanmi? Ha, ko'chani boshida yaxshi somsa qiladi. Hozir chiqib kelaman. Yaxshi bo'lardi. Bo'pti, kiyimlarni taxlayman. Bo'pti. Voy, hormang. Voy, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Yangi kelgan qo'shni siz bo'lsangiz kerak-a? Ha. Ishimdan ortib ham siz bilan tuzoroyam tanisha olmadim ham. Ha, o'zingiz bilasiz-ku, ko'chish o'zi bo'lmas ekan. Kecha oxirgi narsalarimizni olib kelib joylashtirib oldik. Juda yaxshi. Charchamanglar. Chiqinglar biron kun menikiga ham. Dam olish kunlari uyda bo'laman. Xo'p. Ha, men ismim Shahlo. Siznikichi? Ismim Dilrabo. Shu yil 35 ga chiqaman, xudo xohlasa. Voy. 35 yoshmisiz? Ha, men ikkalamiz tengdosh bo'lsa kerak deb o'ylabman. Siz bilan shuning uchun bemalol dugonalarda gaplashib-yuribman. Men bo'lsam endi 22 yoshdaman. Ko'z tegmasin. Istaralikkina ayol ekansiz. Siz bo'lsangiz judayam yosh ko'rinar ekansiz. Nima balo? Qomatingiz bilan yuzingizni muzlatib qo'yganmisiz? Qarimaydigan qilib. Unchalik emas. Shunchaki to'g'ri ovqatlanib, o'zingizga qarab yursangiz, 50 yoshda ham 20 yoshli qizlardek ko'rinasiz. Buncha yaxshi. Qanaqa qilib? Hali siz bilan bemalol gaplashamiz, asalim. Ishimga bormasam mijozlarim kutib qolishadi. Albatta. Sizga mahliyo bo'lib vaqtingizni ham olib qo'yibman-a. Yodimdan ham ko'tarilibdi. Hech hissi yo'q. Mayli, charchamang. Xo'p, ko'rishamiz. yaxshi yetib oling. Xo'p. Voy tavba, yoshgina. 35 ga kirganiga hech kim ishonmaydi. Atirni hidi ham dahshat ekan-a. Bizga o'xshab o'choqqa o'tin yoqib, qo'lda kiyim yuvmagan deb o'qishim. Bo'lmasa bunaqa nozlanib yurmasdi. Shaharga ko'chib kelgani bir jihatdan yaxshi bo'ldi. Endi men ham odamlarga o'xshab mazza qilib yashayman. Dilmurod aka, men bu tepa qavatda yashaydigan qo'shnimiz bor-ku, mashina ham haydaydi. Chiroyli ayol. Ha, esladim. Nimaga u haqda gapirib qolding? O'shani go'zallik saloni bor ekan. Yosh siznikidan katta, lekin o'ziga qarab dahshat bo'lib yurar ekan. Shunaqa soxta go'zallik nimasi yaxshi? Nimasi soxta ekan? O'ziga yaqindan qaradim, uncha bo'yanmagan. Birorta ortiqcha bo'yog'i ham, boshqa hech narsasi ham yo'q. Maslahatim. Unga ko'p yaqin bo'verma. Seni doirangga to'g'ri kelmaydi.
Meni doiramga nima qilibdi? Siz shunaqa. Meni yurga urib tursiz. Boshqalar nima qilsin endi? Hech ham seni kamsitganim yo'q. Hali o'zing ko'rasan, nimaga bunaqa deganimni. Endi bitta yaqin tanish topdim deganimda nuqul shunaqa qilasiz. Nimaga qovog'ingni uyib olaverasan? Menga o'shanaqa mingta sun'iy qo'g'irchoqdan bitta tabiiy xotinim yaxshi. Uyda bitta o'zim bo'lsam, sizdan boshqa kimga ham aytaman gapimni? Har doim meni shunaqa noto'g'ri tushunasiz. Noto'g'ri tushunmadim. O'zimni fikrimni aytdim. Mayli, yaxshi borib keling. Tushlikka kelasizmi? Aniq emas kelishim. Seni marazlamay yaxshi o'tir. Xo'p, Bo'pti. bo'pti. Yaxshi borib keling. Voy, mashina haydashini. Har tomonlama mukammal, zamonaviy ayolda shu qo'shnim. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, opa? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Voy, nimaga odam xijolat qilib, opa deysiz meni? Shahloxon, Dilrabo deb chaqiring. Yoshingiz kattaligi uchun hurmat qilib opa deyotgandim. Meni Dilrabo deganingiz hurmat qilganingiz. Yoshimni hadeb eslatishingiz shart emas edi. Xo'p, masalim. Xo'p, sizga nima yoqsa shu-dek. Bugun ishdan erta qaytdingizmi? Ha, biroz negadir boshim og'ridi. Ishlagim kelmay uyga qaytdim. Yuring, bizanikiga chiqaylik. Do'kondan shirinlik olgandim. Issiqqina choy ichib shirinlik yeymiz. Qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'ladi, yaxshi bo'ladi. Biror narsa chalg'isiz boshingiz og'rig'i ham esdan chiqib ketadi. Bo'pti. Unda menga choy emas, bitta achchiq qilib kofe damlab berasiz. Uyda o'zimning kofem bor, olib tushaman. Bo'ldi, xo'p. Ketdik. Xo'p. Ha, opa. Necha yil bo'ldi shu sohada ishlayotganingizga? Esimni taniganimdan beri ishlayman. Bu hunarimni rahmatli oyimlardan o'rganib olganman. Oyingizga o'xshagan ekansiz-da. Yo'q, oyimlar juda boshqacha ayol edilar. Mendan ham chiroyli, mendan ham qat'iyatli edilar. Doim qaddalarini tik tutib, ishlarida ham o'zlariga ishonch bilan yurardilar. Mijozlari ham juda ko'p bo'lardi. Afsus, erta olamdan o'tgan ekanlar. Oxiratlari obod bo'lsin. Ha, rahmat. Ochig'ini aytaman. Birinchi ko'rganimdayoq sizga havasim kelgandi. Qanaqadir jozibali ayolsiz. Aslida ayol kishini jozibali bo'lishi unchalik qiyin emas. Shunchaki ozgina o'ziga e'tibor, mehr va mablag' ajratsa bo'ldi. Masalan, siz uxlashdan oldin yuzingizni qanaqa qilib parvarishlaysiz? Shunchaki iliq suvda yuvaman. Voy, bunaqada 40 ga kirmasdan oldin yuzingizga o'rgimchak to'ridek ajin bosib ketadi-yu. Oy, unaqa qo'rqitmang, opa. Haqiqatdan qo'rqish emas, tan olish kerak. Hozir yuzingiz sog'lom, chiroyli. Uni chiroyli parvarishlab, e'tibor bersangiz, shu ko'rinishingizni uzoqroq muddatga saqlab qolish imkoniyati kattaroq bo'ladi. Qanaqa qilib menga maslahat bering? Salonimga boring. Yuzingizni turiga qarab, shogird qizlarimga aytaman. Maslahat berishadi. Agar boradigan kuningizni aytsangiz, men tayinlab qo'yaman oldindan. Xo'p? Keyin yuzga uxot qilish uchun kremlaringiz, niqoblaringiz bormi? Albatta bor. Hammasi bor. Haligi meni yuzimda ozgina muammolarim bor edi. Shularni ham davolasa bo'ladimi? Voy, buni davolasa o'tib ketadi. Bu vaqtinchalik.
unda bugun xo'jayimdan so'rab ko'raman. Keyin ruxsat bersalar, ertaga albatta boraman. Sizga yana bir maslahatim. Salonga boraman deb eringizdan pul olmang. Boshqa narsani bahona qiling. Erkaklarni bilasiz-ku. Bizni go'zal bo'lishimizni xohlashadi. Lekin salonga, kosmetologga borishimizni umuman xohlashmaydi. Meni erim xuddi shunaqalar. Asta-asta yo'lingizga savolasiz. Go'zallashib, o'zingizni seva boshlasangiz, eringiz ham yoningizdan ketolmay qoladi. Bo'ldi. Ertaga olib boraman oldingizga. Shuncha yil bir chekkada, mehnat ichida qiynalib yashab yurgan ekanman. Endi o'zimga qarash vaqti keldi. Ana, ko'zlaringiz ham chaqnab ketdi. O'zgarishni boshladingiz, Shahloxon. Aha, Oliy opa. Dilmurod aka, yangi olgan ko'ylagingizni dazmollab qo'ydim. Barakalla. Haligi, oxirgi paytlar faqat o'zingizga yangi kiyim olyapsiz-a? Ha, ishxonaga kiyish uchun oldim-da. O'zing qo'ymading-ku. Qora ko'ylagingiz yoqasi oqarib qopti, boshqa ko'ylak oling deb. Nima? Senga ham yangi ko'ylak kerakmi? Pul bersiz bozorga tushib bir kiyinib kelmoqchi edim. Kiyimlarim ancha urinib qopti. Gapni uzoqdan boshlamasdan shu gapni boshlab qo'ysa bo'ladi, to'g'rimi? Endi kreditlarimiz borligi uchun biroz xijolat bo'ldim deya oldingiz-da. Xijolat bo'lma. Sen uchun kerakli narsalarni olib berish bu meni vazifam. Rahmat. Bor, choy damlab kel. Xo'p. Dilrabo, biroz shoshmang. To'xtang. Voy. Yaxshimisiz, Shahlo? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Nimaga yugurib yuribsiz bunaqa? Qarang, erimdan pul oldim. Endi salonga boraman. Shunga shunchami? Hovliqqaningizga nima ekan deb qo'rqib ketibman. Qo'rqmang, hammasi xursandligimdan. Ha, to'g'ri. Xursand bo'lishingiz juda yaxshi. Lekin bunaqa his-tuyg'ularni yosh bolalarcha ko'rsatish biroz g'alati. Nimaga ekan? Chin dildan xursand bo'ldim-ku. Ayol kishi ozgina sirli, viqorli bo'lishi kerak. Pul berish, sizni ta'minlash bu eringiz vazifasi. Arzimagan pul uchun bunaqa o'zingizni yo'qotib qo'yishingiz kerak emas, Shahloxon. Mana, siz har kuni mazali ovqatlar tayyorlaysiz, uy tozalaysiz, eringiz xizmatini qilasiz. Lekin u sizga biron marta mana shunaqa shodlanganini yoki xursand bo'lganini ko'rsatmaydi-ku. Bu gaplaringiz ham bir jihatdan to'g'ri. Shunaqa. Eng avval o'zingizni qadringizni bilishingiz kerak. Keyin eringiz o'zi xohlab sizga istaganingizcha pul beradi. Mayli. Lekin erim yomon emaslar, Xudoga shukr. Qachon pul so'rasam beradilar. Shahloxon, bir oyda eringizdan qancha pul so'raysiz? Ro'zg'or uchun emas, o'zingiz uchun. 300-400 lar atrofida. Dollardami? Yo'q, so'mda. Dollarda buncha pul ola olmayman. Siz o'zingiz ustingizda hali ko'p ishlashingiz kerak, Shahloxon. Birinchi tashqi ko'rinishingizni o'zgartiramiz. Qolganini asta-sekin o'rganib olasiz. Xo'p, mayli. O'tiring mashinaga. Bugun sizni o'zim bir go'zal qilib qo'yay. Kiyimlarimni almashtirib chiqay. Yo'q, bo'laveradi, o'tiring. Yuring, kiyim ham olamiz. Bo'la qoling. Xo'p, mayli.
Dilmurod aka sizmi? Ha. Shu yerdamisan? Ha? Hozir chiqaman. Charchab ketdik odam. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Adashib qolmadimmi ish qilib? Yo'q, adashmadingiz. Yangi qiyofadagi eski xotiningizman. Qalay chiqibdi? O'lik o'sma qo'yganday bo'pti-da. Nima bu qosh? Nima bu soch? Nima qilding? Bo'yadingmi buni? Ey! Nima sochingni kuydirdingmi? Oldin hech bunaqa bo'yamasding-ku. Nimaga unaqa deysiz? Siz uchun qildim-ku hammasini. Qilma men uchun, qilma. Nima qoshingni bo'yasang menga yana ham yoqasan dedimmi? Boring-e. Nima xafa bo'lasan? Bilasan, men doim to'g'ri aytganman. Senga rostdan bu xotin qosh yarashmabdi. Soch qara. O'zingni tabiiy qoshlaring yaxshi edi-ku. Birinchi kunda shunaqa sal to'qroq ko'rinadi-da. Keyin rangi ochiladi, chiroyli bo'lib qoladi. Iloji bo'lsa qoshingni ham, sochingni ham avvalgi holga qaytar. O'zingni oldin birinchi qoshing ko'rinyapti. Bo'pti. Umrimda birinchi marta shunaqa qildi. Qilmagin, iltimos shuni qilma. Shunaqa gapirishi shartmidi xafa qilib? Bo'pti, bilganingni qil. Men uchun qilgan ekansan deb gapirdim. Ovqating tayyormi? Ishdan och-nahor charchab kelganman. Ne? Tayyor. Nima? Biror marta sizni ovqatsiz kutib olganmidim? To'g'ri. Lekin bunaqa qosh bilan hech qachon kutib olmagansan. Bizning uyimizda yangilik. Yana boshladingizmi? Ertaga o'chirib turib kelaman sizga yoqmagan bo'lsa. Bu qaroring yaxshi bo'ldi. Qani, tezroq ovqating sus. Bor, qornim ochib ketdi. Kimingizni almashtirib chiqing. Menga shu kiyimda ovqat yeyish yoqadi. Qoshni qara. Voy. Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Va alaykum assalom. Voy, qoshingiz juda ham yarashib turibdi. Ko'rib o'zimni ham havasim kelib ketdi. Oynaga mahliyo bo'lib, o'zingizni ko'rib qayta to'ymayotgan bo'lsangiz kerak-a? Ha. O'zimga-ku yoqdi. Lekin xo'jayinimga yoqmayapti. Menga avvalgi qo'shin yoqar deb turib olganlar. Sizni pardoz bilan ko'rishga eringizni ko'zi o'rganmaganda. Erimga yoqmagandan keyin o'zim ham ikkilanib qoldim. O'chirsa bo'lmasmikin? Voy, Shahloxon, qanaqa qilib o'chirasiz? Axir bu 2 yil turadi-ku. Aytdim-ku, Dilmurod akam gapiryaptilar deb. Xo'p, sochingizni-ku qayta bo'yasa bo'ladi. Lekin qoshingiz 2 yil turadi. Menga qarang, Shahloxon, qosh siznikimi? O'zingiz xohlagandek bo'yadikmi? Ko'nglingiz to'lyaptimi? Ha, lekin asosiysi mana shu. Bir umr birovga yoqqan ishni qilib, o'zingiz xohishlaringizni cheklab qo'ya olmaysiz-ku. Sal bundoq fikrlaringizni bemalol ayting. Tanlovingizni hurmat qilishni o'rganishsin atrofingizdagilar. to'g'ri aytasiz. Har doim o'zimni ham, xohishlarimni ham oxirgi o'ringa qo'yar ekanman. Endi ozgina o'zgaring-da siz ham, Shahloxon. Sizga yoqmaydigan narsalarni ochiqchasiga ayting. Yo'q deyishni o'rganing. Siz menga tushuntiryapsiz-ku, men yashash shunchalik osonmi deb o'ylab qolyapman. Albatta oson. Hammasi o'zingizning qo'lingizda. Yashaganda ham o'z o'rningizni, qadringizni bildirib yashashingiz kerak. Siz juda ham yaxshi tushundim. Qoshimni o'chirmayman. Erim meni sevsa, shu qoshlarim bilan sevsin. Voy, sevmasa o'zi biladi. Ana endi o'zingizga keldingiz. Xotin robot emas. Uning ham o'zini orzu-istaklari, xohishlari bor. Rahmat sizga. Menga ishonch, dalda berdingiz. Arzimaydi.
Nima yordam, maslahat kerak bo'lsa, bemalol so'rashingiz mumkin. Qo'limdan kelgancha yordam beraman. Xo'p, siz ham uyimizga chiqib turing, suhbatlashib Xo'p, o'tiramiz. mayli Shahloxon. Bo'pti. To'g'ri aytadi. Shunaqa yuraman. Hali bundan ham zo'r yuraman. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Va alaykum assalom. Yaxshi, rahmat. O'zing yaxshi o'tiribsanmi? Yaxshi. Bugun erta qaytibsizmi? Ishim erta tugadi. Oldin ishdan qaytsam quvonib ketarding. Hozir esa shunchaki oddiy holdek qarayapsan. Hatto chiqib ham kutib olmading. Erta kelganingiz yaxshi bo'pti. Biror joyga borib, aylanib kelamizmi? Qarang, uydan uncha uzoq bo'lmagan joyda zo'r restoran ochilibdi. Hozir sizga ko'rsataman. Mana bu joyda. Mana shu yoq bor-ku, o'sha yoqda. Ha, bu qimmat restoran-ku. Bu yoqda bir marta ovqatlansak, uni puliga uyda bir oy yeymiz. Gap faqat pulda emas-ku, Dilmurod aka. Xo'p, unda nimada? Chiroyli kayfiyatda, his-tuyg'ularda. Bilasizmi? Odam chiroyli joylarga borsa, qancha energiya oladi, quvonadi. O'ziga ishonchi ortadi. Bizni vaziyatimizda bir necha soatlik xush kayfiyat uchun shuncha pulni sarflab yuborish jinnilik emasmi? Vaziyatimizga nima qilibdi? Siz chiroyli, kelishgan erkaksiz. Men ham sizga mosman. Aslida bundan ham qimmat joylarga borishga arziymiz. Baraka top ko'r. Uyingni, mashinani kreditini uzaylikmi? Boramiz keyin xohlagan joyingga. Qachon uzasiz shuncha kreditni? Ayni. O'ynab kuladigan vaqtimiz qarz to'lab o'tqasi jonimga tegdi. Shahlo. Menga o'zing tutishing yoqmayapti. Sen o'sha tanlovga qo'shilib juda o'zgarding. Oxirgi vaqtlarda o'zingiz sezilyaptimi? Yo'q, sezilmayapti. Chunki men o'zgarganim yo'q. Shunchaki o'zimni xohishlarimni eshitishni boshladim. Sizga gapirgandan Nima endi, ishga mana shu kayfiyatni kuzatmoqchimisan? kayfiyatimga nima qilibdi? Doimgi deyman. Nima qovog'ingni uyib olgansan? Darding o'sha restoranmi? Oylik chiqsin, olib boraman o'sha yerga. Bu gapni kecha aytishingiz kerak edi. Endi foydasi yo'q. Nima sen meni asab to'lamni qanchalik mustahkamligini sinab ko'rmoqchimisan? Yo'q. Unda menga eri o'lgan xotinday qovoq tumshuq qilma. Tushundingmi? Bilasan, mana shu fe'lni yoqtirmayman. Yoqmayotgan bo'lsa e'tibor bermang. Burnimni tagida shunaqa shumshayib yursang, qanday e'tibor bermayman? Nima ahmoqmanmi senga shunchalik? Choyni ham, kayfiyatni ham rasvo qilding. Ey! Bugun kechga oyim keladilar. Yaxshiroq ovqat qilib qo'ygan. Vokzalga chiqib o'zim kutib olaman. Xo'p, yaxshi borib keling. Endi alohida chiqib o'zim bemalol yashayman deganimda. Bu nimasi endi? Yaxshi keldingizmi, oyijon? Ha, Yo'lda qiynalib qolmadingizmi? ha yo'q, qiynalganim yo'q. Hammasi yaxshi. Kecha Zafar bilan gaplashgandim. Ha, Oyimni birorta yaxshiroq doktorga ko'rsating dedi. Yuraklarni ozroq mazasi yo'q dedi. Yaxshimisiz o'zi? ey, ukangni bilasan-ku?
salga vahima qilib yuboradi. Poliklinikaga chiqqandim. O'sha yerda doktorim Toshkentga borsangiz biror yaxshi vrachga ko'rinib qo'ying deganini eshitib qopti-da. Shuni ushlab olgan, yopishib olgan. Sog'lig'imdan shikoyatim yo'q, bolam. Ha, mayli, shunday bo'lsa ham bir boraylik, ko'ngli xotirjam bo'ladi-da, oyi. Mayli, ko'rarmiz. Men pul so'rasam kreditini pesh qiladi. Oyijonisiga kerak bo'lsa qancha bo'lsa ham topib beradi. Qizim, siz yaxshimisiz? Qo'shnilar bilan tanishib oldingizmi? Hammasi yaxshimi? Ha, bo'ladi. Bitta ikkitasi bilan yaqindan bo'lib oldim. Ha. Aksariyati ishli odamlar. Hamma o'zi bilan o'zi ovora bu yoqda. Ha, yaxshi. Sizga bu yerlar juda yoqibdi. Ancha ochilib ketibsiz-a? Rahmat oyijon. Endi bu keliniz bu kunlarni qancha kutgandi, oyi? Mazza qilib yashayapti-ku. Shunga arziyman-da Dilmurod aka. Arziysiz qizim, arziysiz. Men ovqatimga qarab keling, qorningiz ochib qolgandir. Voy, ovora bo'psiz-da. Yo'q. Hormang Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. O'zingiz tinchmisiz? Yaxshi. Bu qayerdan quyosh chiqdi? Anchadan beri zinalarni tozalamayotgan edingiz. Qaynam kelganlar bugun uyimizga. Ularning yonida ish qilib turmasam bo'lmaydi. Sizni tushunaman. Hozirgi zamonda qaynona bilan yashash oson emas. Ha. Oldin birga yashaganimizni sezdirmagan ekanlar. Hozir borku, qaynam juda ham injiq bo'lib qolganlar. Zo'rg'a tishimga qo'yib chidayapman. Nimaga kelibdi o'zi? Shifokorga ko'rinib, 1-2 oy biznikida yashamoqchi ekanlar. Eringiz ko'rsatadimi shifokorga? Yana kim ko'rsatardi? Qizlari hali turmushga chiqmagan. Qaynukam bo'lsa endi ishga kirdilar. Bu degani hamma tashvish eringizni bo'ynida degani emas-ku. Men ham shunisiga kuyaman-da. Topganimiz faqat shularga ketadi. Sal pul orttirishimiz bilganimizda erimni kilamonmas tayyor turadi. Voy, siz eringizga qattiqroq turing-da. Kuningizni kech qilib, charchab, faqat shular uchun ishlamaysiz-ku. Mana shunaqa hamma narsaga yordam beraversanglar, ertaga uydagilar butunlay sizlarga suyanib, dangasa bo'lib qoladi. Ha, endi men ham jim turmayman. Siz aytgandek qattiq turaman. Assalomu alaykum. Yaxshi keldingizmi? Assalomu alaykum. Mayli, Shahlo, gaplashamiz. Xo'p, yaxshi borib keling. Halitdan zerikishni boshlayapman. Bir o'zing yashab ovqat qilishni ham o'rganib oldingmi? Ha endi boshingga tushsa. Ha, bolama. Singling ham katta bo'lib qoldi. Yaxshi qo'shni qiz bor. Ketma, ket, sovchilar kelib turibdi. Eshitgandek bo'lgandim. Kelganlar orasida birorta ma'quli bormi? Bor-da. Ha, lekin to'y boshlashga sal ikkilanib turibmiz. Nimaga? Iya, qiziqsana, nimaga bo'lardi? O'z-o'zidan to'y bo'larmidi? Ha, sal shoshmaymiz. Akalari endi oyoqqa turdi. Yaqinda yangi uy-joy qilib chiqib ketishdi. Sal o'ziga kelsin dedim. Bekor qilibsiz, oyi. Singlimni ko'ngliga yoqadigan bo'lsa, sizlarga ma'qul bo'lgan bo'lsa, rozilik beravering. To'y xarajatlarini o'ylamang. O'zim qilaman hammasini. Qaysi pulingizga qilasiz? O'zi 3 kredit to'layotgan bo'lsangiz.
Kambiga yana uyingizdagilarni hamma muammosi sizni bo'yningizda. Oyijon dorilari ham palon pul bo'lgan bo'lsa kerak. Nimangizga ishonib aytyapsiz bu gapni? Ey, jim. To'g'ri aytyapti kelin poshsha. Kerak emas. Bizlarni o'ylama. Oyi. O'zi ancha qiynalib qolgansizlar. Xudo xolasa nafaqam kelsa, dorilarni pulini hammasini beraman. Hozir nafaqam ko'paygan, oshgan. Bolama. Aslida men sizlarga yordam berishim kerak. Axir kredit to'layapsizlar. Oyi, bu keliningiz gapiga e'tibor bermang. Oxirgi payt ko'p gapiradigan bo'lib qolgan. Sen esing joyidami? Tilingga kelgan gaplarni aqling ozgina bo'lsa ham tushunyaptimi? Nega o'zingni o'zing oyimni oldida bo'lar bo'lmas gaplarni gapiryapsan? To'g'ri de. Qachongacha uyingizdagilarning to'rbasini sudraysiz? Charchab ketdim shularning muammosidan. Tinch yashashga berishadimi o'zi yo'qmi? Nima? Uydagilarimga bir sim topib yedirib qo'ydingmi? Muncha kuyyapsan. Ishlayotganim, sarflayotganim menman. Nima? Ishlasangiz ular uchun ishlayapsizmi? Hali sen shunchalik xuddiymisan? Men mana shunaqa darajaga yetishimga kim sababchi ekanligini unutdingmi? Meni ham oyim tug'ib katta qilib qo'yganlar. Lekin butun ro'zg'orning og'irligini boshimga olib kelib qo'ymaganlar. Sen bilan meni yo'rag'im boshqa. Men erkak kishiman. Men allaqanday aqlsiz xotini deb jigarlarni voz kechmayman. Kim aqlsiz ekan? Sen! Oyimga aytgan gaplaringni yaxshilab eslab ko'r. Miyangda muhokama qil. Qanchalik ahmoqligini tushunasan. Senda avvalgi Shahlodan asar ham qolmagan. Juda o'zgarding sen. Birinchidan, meni hozirgi holim o'zimga juda yoqyapti. Ikkinchidan, ahmoq emasman. Shunchaki haqiqatni gapirdim. Menga hammadan o'zini ustun qo'yib, yaqinlarini qismatiga tupurib qo'yadigan Shahlo kerak emas. Menga avvalgiday beg'ibor, arzimagan narsaga ham quvonadigan, erini va jigarlarini hurmat qiladigan Shahlo kerak. Men endi unaqa bo'la olmayman. Unda marhamat. Senday ayol bilan yasha olmayman. Ketishim mumkin. Shunaqami? Ketsam umuman qaytmayman. Agar shu fe'ling, shu turishing bo'lsa, qaytmasang ham mayli. Oyimga aytgan gaplaring uchun g'azabimni zo'rg'a bosib turibman. Iltimos tezroq ket. Qaytib kelgunimcha bu uyda qorayni ham ko'rmay. Ketaman ham. Hali qarab turing, qadamimga zor bo'lasiz. Bo'ldi-da endi, hadeb yig'layverasanmi? Indamasa shu turishda yarim kechasigacha yig'laysan. Oyi, kuyovingiz meni qanaqa oyoq osti qilganini bilmaysiz-da. U meni haqoratladi. Nima deb haqoratlabdi o'sha kuyovim? Sen ahmoqsan, endi menga yoqmayapsan dedi. To'ppa-to'g'ri aytibdi o'sha kuyovim. Agar keling mening yonimda shu gapni aytganda edi, akang ikki dunyoda ham u bilan yashamagan bo'lardi. Oyi, men yomonlik uchun aytmagandim. Bizda ham pulimizni bemalol ishlatishga, erkin yashashga haqqimiz bor-ku. Qachongacha ikkita ro'zg'or qilamiz, oyi? Sen qayerdan bilasan? Sen yomonlayotgan o'sha eringni, jigarlarni, rizqini ham eringga qo'shib berayotgan bo'lsa-chi? Buncha ham ko'ngling qora bo'lmasa-ya seni. Sal o'zingga kelgin. Nima? Meni haydayapsizmi hozir? Bu nima deganingiz, oyi? Siqilganim uchun dardim sizga aytyapman-ku. Voy xudoyim, dardingni qara kattaligini. Sen avval
Kasalxonaga borib bemorlarga qara. Xalqdan yordam so'rayotgan nochorlarni ko'r. Boshida boshpanasi yo'q. Uysiz yurganlarni ko'rsang, shu gapni gapirmagan bo'larding. Keyin dard haqida gapirasan. Hozir menga ham oson-mos cho'zsangizchi. Erim bilan urishdim axir. Qo'y bersa hozirroq meni ortimga qaytarib borib qo'yasiz? Yo'q. Unday qilmayman. Mayli. 1-2 kun shu yerda yurib tur. Qayerda qanday xato qilganingni yaxshilab o'ylab, anglab yet. Keyin mayli, ketaverasan. Oyi. Men nima qilgan bo'lsam ham to'g'ri qilganman. Afsuslanmayman hech qachon. Mayli, bunisini ham ko'ramiz. Bo'ldi. Dardingni doston qilib bo'lgan bo'lsang bor. Kenayinga qarash, kiyimlaringni almashtir. Xorming Kenay. Charchamayapsizmi? Salomat bo'ling. Rahmat. Nega charchayman? Har kuni qilib yurgan ishim-ku. Shu o'zi boy ishdan kelgandingiz. Yana uni ustiga uy ishlari. Shuncha ish qilib charchab qolmayapsizmi? Undan ko'ra uyda mazza qilib ishlamasdan dam olsangiz bo'lmaydimi? Yoki akam topgani yetmayaptimi? Yo'q. Akangiz har oy pul jo'natib turibdilar. Endi akangizni topganiga bilasiz. Hovlini ta'mirlatyapmiz. Ustalarga ancha-muncha pul ketib qolyapti. Bilasiz, katta hovlidan hozircha kichkina kvartiraga chiqib ketdik. Tezroq shu hovli bitsa, keyin ko'ksimizga shamol tegadi. Nima? Chet elda akam ishlari yaxshimi o'zi? Yaxshi. Qurilishda ishlayotgan ekanlar. Ishlari og'ir bo'lsa ham bizga sezdirmaydilar. Keyin men ham ularga o'z muammolarimni aytgim kelmaydi. Ish qilib sog' bo'lsinlar. Qachon qaytarganlar o'zi? Mana shu uyi qurilishlari bitsin, Xudo xohlasa qaytadilar. Uy qilay, to'y qilay deb bir umr o'tib ketar ekanlar-da. Nimaga unaqa deysiz? Bir tomondan hayot shunisi bilan ham qiziqda. Maqsad bilan yashash qiziq. Avvaliga farzandli bo'lay deysiz, keyin uni o'qitaman deysiz, ilmli qilaman deysiz, keyin turmushga berasiz, to'y qilasiz. Shu bilan qarabsizki, Oyjonga o'xshab biz ham qarilik gashtini suramiz Xudo xohlasa. Xudo xohlasa. O'sha kunlarga yetib yuraylik. Shahlo, menda ishingiz yo'qmi? Yo'q. Xonamda bo'laman. Xudo xohlasa men ham farzandli bo'laman. Kelinoyim aytgandek, ularni o'qitib, tarbiyalab katta qilaman. O'zimga o'xshagan kelin uchrasa nima qilaman keyin? Biror joyim og'rib shifoxonaga yotsam, ortimdan izlab boradigan biror kishim bo'lmasa, o'shanda dodimni kimga aytaman? O'shanda Oyjonga aytgan gaplarim o'zimga qaytsa-chi? Kenaya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi dam oldingizmi, Shahlo? Ha. Uzr, uxlab qolibman. Bir yoqqa ketyapsizmi? Hech qisi yo'q, dam olavering. Ha, akangiz pul jo'natgan ekanlar. O'shani olgani bankka ketayotgandim. Nonushta tayyorlab qo'ydim. Bemalol Oyjon bilan o'tirib choy ichib olinglar, xo'p? Men vaqtliroq bormasam bo'lmaydi-da, navbat ko'payib ketadi. Mayli, yaxshi borib keling. Xo'p. Xo'p, mayli, yaxshi o'tiringlar. Bo'pti, xo'p. Ha, kenaying ketdimi ishga? Ketdilar oyi. Baraka topsin, hamma joyini saramjon sarishta qilib ketibdi. Nonushta ham tayyorlab ketibdilar kamiga. Sen ham mundoq ertalab turib, kenayingga yordamlarsang bo'ladi-ku. O'zi kechasi bilan uxlay olmadim. Tongga yaqin ko'zim ilinibdi. Uxlab qopman shuning uchun oyi. Sen ham xuddi menga o'xshaysan-a. Oyimni uyiga mehmonga borsam hech uxlolmasdim. Yumshoq paryastullari ham toshdek botardi. O'zimni uyimda postinning ustida uxlasam ham mazza qilib uxlardim.
Oyi, unga emas. Shunchaki uyqum qochdi bo'ldi kechasi. Ha, bo'pti, mayli. Nonushta qilamizmi? Choy sovib qolmasin. Voy, Ha? Nima bo'ldi, oyi? oyog'imni malhami tugab qolgandi. Zirqirab og'riyapti. Qanaqa malham edi? Aptekadan olib kelib beraymi? Hay, yo'g'a, qo'yaver. Nafaqam chiqsin, o'zim olaman. Yur, aqa, choy ichamiz. Kel aqa, qizim. Oyog'im. Og'riyaptimi hali ham, oyijon? Assalomu alaykum oyijon, yaxshi o'tiribsizlarmi? Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi keldingizmi, Keni? Ha, rahmat. Kela qoling. Birato'la bozorga kirib mayda-chuydalar ham oldim. Yaxshi qilibsiz. Shahloxon, Ha? mana bu ko'ylakni sizga oldim. Oyijon bilan ikkalamizda bor. Bayramda bir xil qilib, chiroyli qilib kiyib yuramiz. Baraka toping, umringiz uzoq bo'lsin. Voy. Buncha chiroyli. Rahmat, Kenoyi. Arzimaydi. Aka zob berdilar deb hisoblang. Bir og'iz aytgandim, yo'q demadilar. Kam bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Kamda men Kenoyi. Rahmat kattakon. Akam qo'ng'iroq qilsalar, ularga ham rahmat aytib qo'ying. Oyijon, mana bu malhamingizni ham olib keldim. Voy, baraka toping. Ertalab malhamim tugadi deb siqilib turgandim. Yaxshi ham olib kelibsiz. Kecha ko'rgandim-da tugaganini. Shuning uchun olib kela qoldim. Voy, umringizdan baraka toping, ilohim. Ota-onangizga ming rahmat. Ilohim, bolam bilan qo'sha qaring. Umringiz uzoq bo'lsin. Nimaiki orzu niyatlaringiz bo'lsa, Allohim oshig'i bilan bersin. Bolalaringiz rohatini ko'ring. Amin. Aytganingiz kelsin oyijon. Siz ham baxtimizga doimo sog' bo'lib yuring. Qaynonam ham oyimdek yaxshi ayollar. Biror marta menga yomon gapirib ko'nglimni og'ritmaganlar. Lekin men shu paytgacha ulardan bunchalik duo olmagan ekanman. Xizmatlarini qilmabman. Qaynisinglimga ko'ylak tugul bitta ro'mol ham bermabman. Dunyo matohlarga berilib insoniylikni, jigarchilikni unutib faqat o'zimni o'ylaydigan bo'lib qolibman. Kelinoyimning sharoiti menchalik yaxshi emas, lekin u baxtli. Hammaga mehr ulashadi, savob oladi. Boriga qanoat qilib akamni ayaydi. Men esa bugun ham Dilmurod akam kelmasalar, o'zim uyga boraman. Vaziyatni tushuntirib, ulardan kechirim so'rayman. Xudojonim, qaysi shamollar uchirdi biz tomonga? Ha, o'sha kelinimi shamolida, qudajon. Ha, oyisini diydoriga to'ygan bo'lsa, endi bo'ldi. Kelishdi. Uyga olib ketaman. Voy, qizimni ham ko'zlari to'rt bo'lib sizni kutib Assalomu o'tirgandi. alaykum oyijon. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? O'zim o'rgilay. Qani, yuring, bir piyola issiq choy Voy, ichib ovora keting. bo'lmang. Yo'q, kirmasangiz bo'lmaydi. Yura qoling. Yelkangiz chang bo'pti. Xotining bo'lmagan ekan shu-da. Osh-ovqatingga ham, kiyimingga ham birov e'tibor bermas ekan. Nimaga unaqa deysiz? Men borman-ku. O'zing ham sezgandirsan. Men bu yerga onamning iltimosi bilan keldim. Agar o'zgarmagan bo'lsang, meni fikrim hali ham o'sha. Men xatolarni tushunib yetdim. Yana avvalgi Shahlo bo'lishga harakat qilaman, Dilmurod aka. Bunisini uyga borsak ko'ramiz. Yuring, ichkariga. Hayur. Oyjon, Ha? yana ozgina qolsangiz bo'lardi-da. Ha, yo'q. Muolajangizni ham oxirigacha bo'lmadingiz hali. Ey, qolganini uyimda olaman. Uydagilar ham meni sog'inishibdi.
Ko'ryapsiz-ku, har kuni qo'ng'iroq qilib, qachon kelasiz deb yotishibdi. Ha, Yana keling oyijon. Ovsini bilan Noilaxonni ham olib keling. Turmushga chiqishlaridan avval bir sayohat qilib ketsinlar Toshkentga. ha, Xudo xohlasa olib kelaman. Haligi oyijon, Ha? buni Noilaxon sepiga qo'shib qo'ying. Nima bu? Tilla uzuk. Noilaxon to'ylariga men ham o'z hissamni qo'shmoqchiman. Xudo xohlasa to'y boshlasak, tilla zanjiram olib beraman. Qolganini birsi o'g'lingiz o'zlari qilaveradilar. Voy, baraka toping qizim. Siz qizimga yangalik emas, opalik qilyapsiz. Boringizga shukr qizim. Ilohim, sog' bo'ling. Qani o'tiring. Boringizga shukr. Ilohi amin. Sog' salomat bo'linglar. O'g'lim bilan qo'sha qarib, topgan tutganingizni barakasini bersin. Ser farzand, ser davlat bo'lib yuringlar. Farzandlaringiz ko'p bo'lsin. Shularni rohatini qo'sha qarib ko'rib yuringlar. Iloyim, o'zingizga o'xshagan xushfe'l, qo'li ochiq kelinlar oling. Allohu akbar. Rahmat oyijon. Buncha chiroyli bo'lmasa-ya, yo tavba. Duo olish, birovni suyuntirish shunchalik oson va yoqimlimi? Arzimagan narsalarga ham oyijon meni shunchalik yaxshi ko'rdilarmi? Bu juda yaxshi tuyg'u ekan. Bay. Biram yaraqliydi-ya. Iya, yaxshimisiz Shahloxon? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bugun ertalab qaynonangizni kuzatdingizmi deyman? Ko'zim tushgandek bo'ldi. Ha, uylariga ketdilar. Yelkangizdan tog' ag'darilgandek bo'lgandir o'zi ham. Xursand bo'lgandirsiz? Yo'q. Xursand bo'lmadim. Ketganlari uchun xafa bo'ldim. Ularga juda ham o'rganib qolgan ekanman. Chunki qaynonam juda ham yaxshi ayollar. Oqko'ngil, bag'ri keng. Shunaqami? Shunaqa. Ha. Men uyga chiqa qolay, gazda ovqatim bor edi. Ha, mayli bemalol. Tavba. O'zidan kim yasab olgan bu supurgi? Yaqingacha maslahat so'rab, opajon deb orqamdan ergashib yuruvdi. Tumshug'ini ko'tarilib qolganini-chi? Essiz shuncha sarflagan vaqtim. Ey Xudo, shu ig'vogarni nimasiga uchib maslahatlarga quloq solgan ekanman-a? Tinch hayotimni o'z qo'llarim bilan buzib, ostin-ustun qilishimga ozgina qoldi-ya. Xudoning o'zi asradi. Yuzini teskari qilsin. Bunaqa hammani yomonlab yuradiganlarni. Hademay Dilmurod akam ishdan kelib qoladilar. Tezroq ovqatimni tayyorlab qo'yay.